kim qo'yibdi kelinga mashina haydashni? Oyi, bolani bog'chaga olib borib kelardi. Mashina haydasa nimasi yomon? Ko'p gapirma. Biz butun umr avtobusda yurganmiz. O'zimizda mashina bo'lish naryoqda tursin, erimizning mashinasiga chiqishga tortinardi. Hozirgilarda betam yo'q. Yalpayib rulga o'tirib olishadi. Uylanayotganimda mashina haydaysan deb va'da bergan edim. Pravasi ham bor-ku, oyi, chang bosib yotmasin, ha? Hech narsa qilmaydi. Yotsa yotursin. Kimni qiziydi? Uyida velosipedi ham yo'q. Nima, senga tegib mashina haydaydigan bo'lib qoldilarmi? O'rgildim. Ko'rmaganni ko'rgani qursin deb shunga yetishadi-da. Oyjon, adajon, tabriklaylar meni. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom kiyo. Oyjon, Voy, mashinani qanaqa qilib haydab kelding? Yosh bolang bor-ku, yezdani qanaqa qilib qilding? Akdrayevda o'qib, birinchi imtihondayoq prava oldim. Voy, mashinalaringni yarashganini baraka toping-ku. Qizimni qadriga yetibsiz. Voy oyijon, yezdani shunaqa zo'r o'rgatishar ekan. Har xil rusumdagi tonirovkali katta-katta mashinalari ham bor ekan. Undan tashqari, yosh bolasi bor o'quvchilar uchun mashinani orqasida yosh bolalar o'rindig'i ham bor ekan, oyijon. O'zing bir ham zehnli qizsanki, buyursin, o'zimni erka qizim. Voy adasi, bir ham xursand bo'lib ketyapman. Voy ko'ynimdagiday ish bo'pti. Uni qo'y. Nimaga to'rista odam oldida yolg'on gapirgansan? Voy, qanaqa to'rista odam? Men kimga yolg'on gapirimman? To'yda kelinimni o'z qizimdek ko'raman deb og'zingni to'ldirib va'da berganding. Bugun o'sha va'dangni aksini ko'rsatding. Shuni unutma. Bu ham kimdir erkak qizi. Direniyorum acılarına yeni dünya. Yalanmış aşklarında.